ulug' mutafakkir va buyuk shoir Alisher Navoiy o'zining Mahbub ul Qulub asarida o'z davridagi deyarli barcha guruh va tabaqalarga xarakteristika beradi. Ularning qaysi biri yaxshi va yomon, qaysi biri xalqqa, mamlakatga, insoniylikka foydali yoki zararli ekanligini chuqur va aniq bayon etadi. Chin so'z mo'tabardir, yaxshi so'z qisqa, muxtasar, ko'p so'zlovchi, zeriktiruvchi, qayta gapiruvchi, aqldan ozgan. Kimning miyasida illat bo'lsa, so'zida mantiq bo'lmaydi, so'zda parishonlik, o'zida pushaymonlik. Agar so'z go'zallik ziynati bilan bezalmagan bo'lsa, unga chinlik bezagi yetarlidir. Gul libosi yirtiq bo'lsa ham, ziyonsiz, sadaf xunuk bo'lsa ham, inju uchun nuqsonsiz. Yolg'on so'z she'rdan boshqa yerda nomaqbul. Yolg'onni aytuvchi aqlsizdir. So'z ichraki yolg'on erur nopsand. Shu nazm ettilar qildi donopsand. So'zlamoqqa berilgan, yemoqqa qul bo'lgan odam bilim sharofatidan mahrumdir. Hasadchi, bemor, balki halokatli dardga giriftor. Fisq fujurchi va may sotuvchi, ziyon ko'ruvchi va ziyon keltiruvchidir. Bangi va nashavand, odam zot nomusini yerga uruvchi. Tamagirning umri zoyi, malolligi oshkora. Erkak kishi ko'p yasansa, beva ekani bilinadi. Yasansan ayollar odatidir. Yomonga gar yaxshi deb qilsang gumon, erur yaxshini ham degandek yomon. Alisher Navoiy. Omon bo'ylar, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.